BMW olgan yaxshimi yoki taroz qo'ygan yaxshimi degan savollaringga albatta taroz qo'ygan yaxshi. Xo'p, uzunligi 6 metr, eniga 3 metr ushbu tarozimizni Qirg'iziston Respublikasining Jallobod tumaniga o'rnatib berdik. Xudo xolasa ko'tarish quvvati 50 tonna. Bu yoqni ko'rib turibsizlar, mana Vishka, u yoq O'zbekiston. Xo'p, Qirg'izistonga o'tib ham mana tarozini yasayapmiz. Materiallarni o'zlari olib berishdi akalarimiz. Shu yerga o'tib mana 3-kun bugun tarozini o'rnatib bo'ldik. Egalariga topshiryapmiz. Inshaalloh Mustafoga, mana shu Mustafo yosh tadbirkor, mana BMWsi ham bor. Bu yosh tadbirkor Mustafoni gap yo'q, barakasini bersin. Zo'r ekan. Mustafoni tarozi mana bitdi. Endi selyoslarni tortaveradi. Mana selyoslar ham bu yo'q. Hamma yer selyos bu yotibdi. Gap yo'q. Mustafo taroz bilan BMW turishini qarang. Yonma-yon. Biron nima bor mana obunachilarga. Biron nima bor? Kamera olgan yo'q. Tavsiya qilib yuboring-da. Shu taroz olgan yaxshi-da. Taroz olgan yaxshi. Tarozdan foyda. Tarozdan foyda. Malades.